Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bizni kuzatuvchilar, yurtdoshlar. Mana bu keng dala. Bugungi xonadonimiz Toshkent viloyati Piskent tumani Oqtepa MFida joylashgan. Xonadonimiz hududi anchagina katta. Mana shu xonadonimiz. Mana shu ko'chadan kirib keladi. Asosiy Toshkent Begavot katta trassadan uzoq emas mana. To'g'rida ko'rib turganlaringiz katta asosiy trassa. Toshkent Begavot Bo'ka ketadigan. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, xonadonimizni umumiy zaxira yerlari bilan 70 sotiqdan oshiqroq. Endi ko'pchilikda shu zaxira yerlar desa, tushunchasi sal noto'g'ri ekan. Zaxira yerlar ertaga olib qo'yadi davlat tomonidan, shunaqa gaplar bor. Ko'p tushunchasi shunaqa. Yo'q. Zaxira yerlar sizni kartaga, kadastr hujjatlari kartasiga kiritilgan bo'ladi. U 49 yiliga ijara hisobida beriladi u zaxira yerlar. Hech kim olib qo'ymaydi. Siz soliqlarni o'z vaqtida to'lab kelsangiz, hech kim olib qo'ymaydi. O'sha kadastrda ko'rsatilib ketilgan bo'ladi. Bu yerda xonadonimiz ikki xo'jalikdan iborat. Ikkalasining ham alohida xat hujjatlari, kadastrlari hammasi bor. Bittasi 50 sotiqdan sal oshiroq, bittasi esa 28 sotiqdan sal oshiroq. Xonadonlarimiz hududi haqiqatan katta. Kimdir chorva qilaman deydigan, chorvaga qiziqadiganlar bo'lsa, mana xonadonning egasini o'zi ham mollari, chorvalari mana bu yerda ekilgan ekan. Mana bu yoqda molxonalari bor. Kengina tayyor molxonalari ham tayyor. Bilmadim, balki narxlarga kelishadigan bo'lsa, shu mollarini ham olib qolsangiz bo'ladi, adashmasam. Kelishib. Hududi haqiqatan katta. Gaz, svet, suv, kommunallardan hammasi bor, muammo yo'q. Bu xonadonimiz juda eski ekan. 3 xona ichida. Bu yoqda mana tovuqxonasi, hojatxonasi, o'rik daraxti, yong'oq daraxti. Mana agrot qismini ko'rsatamiz. Mana shu o'ralgan hududi o'ralgan. Shu ko'rib turganingiz ana zdaniya turibdi. O'shani yonidan shunday o'ralgan. O'zi 12 sotiqdan qarorda chiqqan bularga, qolgani hammasi zaxira yerlar. Bemalol agrotga nimadir ekib ham daromad qilsangiz bo'ladi. Bu xonadonimiz 5 ta xona. Ichlariga kirib ko'rsatamiz. Juda katta lekin bor territoriyasi. Haqiqatan juda katta. Mana boyagi ana beda ekilgan bu. Boya kiraverishda ko'rsatdim. Molxonani oldidan ekilgandi bedasi. Mana shu yerdan mana shu yerda o'zidan ham yaxshigina mollarga beda olinadi agar qarasa. 5 marta ham necha marta o'rin bo'ladi beda. Mana maydonni ko'rsatay. Tak, xonadonimiz bu tomoni shu 5 xonali. Ko'rsatamiz ichlarini hozir qisqacha. Mana kirish qismi. Mana xonalarini obzor qilsak. Mana bu yoqda bitta xonasi.
xonalari zo'r holatda. Bemalol kelib remont qilmaysiz. Kirib yashaydigan holatda. Mana bu yoqda ham bitta xonasi. Bu zal. Bitta ham bitta xonasi. Xonalari zo'r. Mana bu yoqda eski uylari. Bu yoq 3 xona dedik. Gaz plitasi bor ekan. Tabii bu yoqda bitta xonasi. Bu eski uylar. Bu yerga ham kirib yashasa bo'ladigan holatda. Bemalol kelib. Sklad. Bu yoq sklad, ha. Bu yoq endi sklad hisobida ekan. Pasha, unutun. Bu ham как sklad ekanda. Banka, un. Bu hovli qismi. Mana shu xonadonimiz umumiy ko'rsatilgan. Hamma 70 sotixdan ozgina oshiqroq. So'ralayotgan narxi 95,000 AQSh dollari. Juda zo'r joy. Ozgina kelishadigan joyi bor. Uyda egalari ham srochniy sotish kerak deyapti, o'sha chet elga ketish kerak. Ko'rib turganingizdek. Zo'r joy.